Lekin hammaga o'rtoqlar bugun mana bu mamlakat priyomnikda nastroykasini o'rgatmoqchiman. Har zamonda masalan отказ qilishi mumkin. O'zi nastroykasi bilan kelgan bo'lsa ham bir xil pullarni olmasligi mumkin. Bu uchun qanday qilamiz? Bu uchun haqqi nastroykaga o'tamiz. Ikkita knopkani mana plus minusni bosamiz. Menyu kiriladi. A ga kiradi. O'sha setni bosasiz. Yana mana knopkani yonidagi bitta bo'lsangiz 2. Y deganiki bu ikki xil tangani, necha xil tangani nastroyka qilmoqchisizlar. O'shaning uchun bizda hozir 1000 so'mlik, 500 so'mlik yetadi. Shuning uchun ikki xil qilganmiz. Xohlasanglar ko'paytirasizlar uni. Bizga kiramiz, dальше setni bosamiz, H1 ga kiradi. H1 bu H1 deganiki bu o'sha nastroyka qilishlaringizda necha xil tangada nastroyka qilmoqchimisan. O'sha именно 1000 so'mlik bo'lsa, 1000 so'mlikni 30 xiligacha nastroykadan o'tkazsa bo'ladi. Nima uchun kerak bu? Chunki hozir masalan 5 xil, 1 xil qilsanglar, bir xil tangalarni qabul qilmaydi o'sha 1000 so'mliklarni именно. Shuning uchun 30 xil qilsanglar, qabul qilmasligi protsenti juda ham kamayadi. 99% tangani qabul qiladi. Shuning uchun 30 xillik qilishni tavsiya qilaman. Yana darsga ketamiz. P1 nima? Bu impulsi bu. O'sha 1000 so'mlik tangani impulsi. Masalan, har bir impulsi 100 ga teng. 10 tasi 1000 so'm deb sanaydi. Impuls. Yana darsga ketamiz. F1 bizga kerakmas. H2 u ikkinchi 500 so'mlik tangamizni 30 xil tangada nastroyka qilamiz. Bo'ya tushuntirganimdek. Yana P2 bu 500 so'mlikni impulsi bu. Impuls 5, har bitta impuls 100 ga teng bo'lgandan keyin 500 so'mlik tangani qabul qiladi. Dars setni bosamiz. Darsga ketdi. Bu nastroykani tugatdi. Endi biz nastroykaga o'sha 30 ta tanga bilan 1000 so'mlikni birinchi tiqamiz, ikkinchi 500 so'mlik tiqamiz. Chunki nastroykamiz birinchi 1000 so'mlik keldi-ku. Ikkinchi 500 so'mlik keldi. Shuning uchun mana bu o'rtadagi qizil bosib turamiz. Bo'ldi. Nastroyka ish tangani 30 ta tangani bu yog'idan solasizlar. Birinchi 1000 so'mlik 30 ta solasizlar. Уже avtomatik mana bu 2 ga o'tadi. 500 so'mlikga. 500 so'mlikni ham 30 ta tiqqanlaringizdan keyin avtomatik уже bu tayyor bo'ladi. Keyin уже pulni qabul qilaveradi. Hozir menga kerak emas, men nastroykani qilib bo'lganman. Tangalarni mana уже nastroykani qilib bo'lganman, 30 xil tanga. Mana buni bosaman, уже avtomatik 2 ga o'tdi. Bu tayyor meniki. Kimga qiziq bo'lsa, kimgadir kerak bo'lsa, shu videodan o'rganib olish mumkin.